Dubayga kelmoqchimisiz? Sizga 5 ta xatoni aytib o'taman. Bu nimaga kerak deysizmi? Shu yerga kelib 80% odam shu xatoni qilgani evaziga pulini, vaqtini va natijalarini havoga uchiradi. Shular qatorida bo'lmasligi uchun bu 5 ta eng katta xatoni siz bilib oling hoziroq. Qani unda ketdik. Birinchi xato bu vizaga topshirish jarayonida bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni vizangizni birovlarga ishonib topshirasiz. Ya'ni ular sizlardan pul talab qiladi. Aslida esa qanday bo'lishi kerak? Dubay qonuniga ko'ra ish beruvchi sizga 100% lik xarajatlaringizni qoplaydi. Shu sababli ko'p odamlar xato qiladi, pulini 300-500 dollarini agentga yoki bironta tanish bilishiga berib qo'yadi, lekin aslida bu narsa kompaniya qilib beradigan narsa. Shu xatoni sizlar ham qaytarmanglar. Ikkinchisi nima unda? Ikkinchi xatoyimiz ko'pchilik uylarni narxlarini bilmaydi. Ya'ni kelgandan keyin kimdir ko'proq olib qo'yadi, kimdir kamroq olib qo'yadi. Aniq nech pul yashashiga bilmagani uchun ko'p pul va vaqtini sarflab qo'yadi. O'zi aslida nech pul uylar? O'zi agar siz kimlar bilandir turmoqchi bo'lsangiz, 270 dollardan 300 dollarga turasiz. Agar o'zingiz bitta xonani olmoqchi bo'lsangiz, 1,5 ming dollar atrofida to'laysiz. Lekin hozirgi kunda juda ham sezon yuqori bo'lgani uchun ko'plab odamlar ashana ustidan ham pul ishlab oladi deydi. Ya'ni u nima? 2 minglik uyda, 2 ming dollarlik uyda sizga arendasi bir oyga. Sizga uni 3 mingga o'tkazadi. Ya'ni hozir pik sezon o'zi biron paytda keyin sizga o'tkazadi. Shu xatoda qaytarmanglar. Uni yechimi nima deydigan bo'lsanglar, bemalol menga murojaat qilsanglar, men sizlarga topib beraman. Unda qani ketdik. Uchinchi xato unda nima? Uchinchi xatoyimiz bor mana. Ko'pchilik aytaman, faqat onlayn ish uchun topshiradi. Lekin buni effekti bor. Lekin undan ham yaxshi varianti siz offlayn ham ish qidirishingiz kerak. Ko'pchilik shu ishni qilmaydi, shu sababli qaytib ketishiga sabab bo'ladi. Ya'ni offlayn deganda siz borib o'zingiz rezyumelaringizni ish so'rab taqillatasiz. Bu juda ham effekt beradi. Chunki onlayn post qilib bosh og'riq qilgandan ko'ra tayyor ishchi kelib turganda shunday suhbat qilib turib ashetda o'zida oladi. Bu ham juda ham ko'plab odamlarning katta xatolari, ya'ni tashqariga chiqib muloqot qilmasdan, ish qidirmasdan uyda o'tirishi. Shu sababli bu xatoni qilmanglar. To'rtinchi xato bu sizni to'g'ri qilingan CV'ingizda, ya'ni rezyumengizda. Agar sizni rezyumengiz yaxshi bo'lsa, albatta ishga kirib ketishingizga 70% dan yuqori shu sizni to'g'ri qilingan CV'ingiz, ya'ni rezyumengiz. Ko'pchilik bilmayman, вообще huniy CV'lar qiladi, notushunarsiz O'zbekistonni qo'yadi, O'zbekiston raqamlarini qo'yadi, ya'ni o'zini davlatini raqamlarini qo'yadi. Bu xato va ko'plab narsalarga e'tibor beradi. Bu narsalar o'ta keraksiz narsalar. Shu sababli siz to'g'ri va effektivni bo'ladigan CV qilishingiz kerak. Uning uchun 3 ta faktorga Dubayda bo'lishingiz kerak, Dubay raqamingiz bo'lishi kerak va ishlagan sohalaringizni hammasini ingliz tilida yozish kerak. O'zbek tili, rus tilida emas, ingliz tilida yozish kerak. Bu 4-xato edi. Unda qani 5-siga o'tamiz. Hey, what's up? You good? Yeah, can I call you later? Please. I have an interview. Bolalar, ingliz tilini bilmasdan kelish bu 5-xatoyimiz. Agar sizlar ingliz tilini bilmaydigan bo'lsanglar, tutib qolasizlar. Chunki bu yerga kelganingizdan keyin kompaniyalar sizga mablag' ajratyapti. Ya'ni sizga pul tikadi, investitsiya qiladi, lekin uni sizlar qoplamaganinglar uchun sizlarni ishga olmaydi. Agar ingliz tilinglar bo'lmasa. Shu sababli ingliz tilini o'rganib kelishinglar kerak. Chunki kompaniya sizlarda 100% xarajatingizni ko'taradi. O'ylaymanki bu videomiz foydali bo'lyapti. Agar Dubayga kelmoqchi bo'lsanglar, aytib o'tilgan xatolarni umuman qilmanglar va albatta sizlarga Dubay o'z eshigini ochadi. Ishinglarni topib ketasizlar, karyeralarni bemalol boshlasanglar bo'ladi. Endi keyingi videoimda agar sizlar xohlaydigan bo'lsanglar, kommentariyaga yozasizlar. 14 kun ichida sizlarga qanday qilib ish topish yo'llarini va qanday qilib kirsa bo'lish haqida video qilib chiqaman. Buning uchun siz kommentariyaga o'tib, kommentariyada yozing va kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna qo'ying. Dubayga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga xabar qo'ysangiz, ancha foydali bo'ladi. Mayli, kelasi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar.